Zafarmurod Abdurahmatov, Murodbek Rahmatov oldinga, yaxshi Otubanjuga o'tyapti to'p. Yusuf qanday o'ynadi? Wow! Otubanju Messi bo'lib ketdi-ku. Nishonlashcha. Darvozabongacha aldab o'tdi Yusuf. Mana ko'ring. Bu golni ko'rish kerak. Mana bu pas ajoyib edi. Va himoyachidan o'tib ketish, yo'lda ochibdan keyin Normurodov hamda darvozabonni qanday chalg'itish. Otubanju o'zini juda zo'r his qildi. Murodbek Rahmatov edi mana bu super uzatma muallifi. Rahmatovga albatta Yusuf rahmat aytish kerak. Bu yog'iga qarshiliklar Otubanjuga rahmat aytish kerak. Juda zo'r, juda zo'r. Albatta bunday golni chiroyli deya ta'rif beramiz. Boshqachasiga iloji yo'q. Ha, chiroyli gollar faqat uzoq masofadan urilmaydi. Qanaqadir akrobatik zarba